Assalomu alaykum aka. O'zbekiston bo'yicha eng arzon bozorni ko'rsataman sizlarga. Shu yerdagi mahsulotlarda bittadan like bosib orasizlar, qaranglar. Biznes qilaman deb o'ylanib o'tirgan singillar uchun rosa yaxshi taklif. Adresni ham tushuntiraman, kelib ham olaverasizlar. Agar kelolmasalarning dastlabki xizmatlari bor, chiqarib beriladi hamma joyga. Rollarda mana shu ukaxonimiz kelaverasizlar, mana shu do'konlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu Stenka bozor deydi. Mana shu Stenka bozorda Pajarniy xoti. Pajarniy xotidan kirganlaringda ag'dan birinchi maytda ariq bor, qaranglar, eslab qolinglar. U narigi tomonda yana bitta ariq bor. Mana shu ariqda eslanglar, mana shu burchugida turishadi, kelaverasizlar. Narxlarimizni hozir tovarlarni bitta tanishtirib o'tamiz. Vadalaskalarimiz mana bambuk vadalaska bor. Undan tashqari mana qanday xibili vadalaska bor. Ko'raverasizlar, gullari tiniq, ishlab chiqarish o'zlaridan 45 ming so'mdan olishlari mumkin. Hech qayerda topolmaydigan narxlarda. Shimga nima beradi degan joyda mana vadalaska beradi. Ishlab chiqarish bambuk vadalaska, razmerlari bor, tiniq. Vadalaskalarimiz necha puldan oq vadalaskalar? 10 ming so'm, 15 ming so'm. Bosishaveradi. Bo'ldi. Qangi yangilik chiqarib pishitishni ko'ringlar, va siz zo'r narsa. Razmermi bular? Ha, bu razmer. Razmerlar. Necha razmer? Podaraskovoymi ekan deyman, ha? Necha razmer? 6-sini, 9-sini. 6-9 ga tushadi. 40 ming so'mdan buni narxi. Kattalar. Bularda mana ranglari bor, hamma rangi bor, ko'ringlar. 40 ming so'm. Mana kattalarki bor, kattalarkini ko'ringlar. Vaqti zo'r. 45 ming. Bular 45 ming. 45 ming so'mdan bosaverasizlar shu tomon. Mana bu tomon ham 45 ming deyapman, ha. 45 ming so'm hammasi mana bosishlari mumkin. Chiroyli narxlarda qilib berisha olaverasizlar. Mana ularimiz aytmadik hali. 35 ming so'mdan. Bu gullugi ekan, ha, bu miramirda. Miramirda gullugi. Bunaqasi ham bor. Xohlasangiz undan oling, xohlasangiz bundan oling. Narxi bir xil. 35 dan bosaverasizlar gazini. Mana qaranglar, go'zallikda. Kelaverasizlar. Yana chiqyapti. Rangi bor, ha. Men tushuntirdim, qaranglar. Stenka bozoriga kelasizlar. Pajarniy xot bu hisoblanadi. Maytda mana shu ikkinchi ariq. Darvozadan kirganligingda bitta ariq bor, kelaverasizlar. Ikkinchi ariqqa kelasizlar. Shu ariqda mana shu yuqorizda mana shu ukaxonni ko'rasizlar. Mana shu prirodani ko'rib olinglar. Eng zammi glavnisi biznesni boshlasalaring mana shunaqangi narsalardan. Xudo xolasa bitta pullaring ikkita bo'ladi.